Aka yurmay turing. Tashavotding mashinani tagiga o'zim. Qo'lda remenmi, zanjirmi nimasidir turibdi deb. To'xta. O'tmaysa yo'l meniki. To'xta dedim. Toshkent shahar Olmazor tumanining markaziy ko'chalarida bir yigit xuddi mana shunday ko'rinishda tomosha ko'rsatdi. Uning egnida kiyimlari ham yo'q edi. Video tasvirlar o'z manziliga shoshayotgan haydovchilarning kuzatuv kameralariga tushib qolgan. Tomi ketganmi buni? O'zini mashina tagiga tashlamoqchi shekilli. Mast bo'lsa kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab e'tirozli muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy izoh bildirdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi mayda bezorilik alomatlari bilan hujjatlar rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga taqdim etildi. Yaxshiyamki kuzatuv kameralari bor. Bu orqali ko'plab qoidabuzarliklar mana shunday yuzaga chiqib ko'rinib qolyapti. Ogoh bo'ling, har qanday noqonuniy harakatning javobi bor.